Markazga tashrif buyuruvchilar buyuk ajdodlarimiz merosi bilan tanishadilar. Balki markazning tarkibidan o'rin olgan oltin fond, ilmiy ma'rifiy maskan, mutolaa markaziga tashrif buyurishlari mumkin. Bu yerda esa ko'rib turganingizdek har kuni yuzlab kitobsevarlar kitob mutolaasi uchun tashrif buyurishadi. O'z sohalariga oid, o'z qiziqishlariga oid bo'lgan bir qancha adabiyotlarni topishlari mumkin. Zamonaviy kutubxona deya atalishi ham bejiz emas. Bu yerda 1 milliondan ortiq elektron axborot tizimiga ulangan bu markazning kutubxona tizimi esa alohida tahsinga loyiq. Elektron gadjetlar deysizmi, ko'z ojizlari uchun ajratilgan alohida hudud deysizmi, barchasi bu maskanda mujassamdir. Bu yerda biz tariximizni nafaqat bilimlarda, kitoblarda olib, balki real hayotda ham ko'rdik. Asosan bu yerda talabalarni baribir qiziqtirib keladigan narsa kitobxon talabalar bilan tashrif buyurganligimiz sababli kutubxonasi bizga juda ham katta taassurot qoldirdi. Bu yerdan olgan taassurotlarim asosan bu yerga kelgan talabalarni har bittasini e'tibordan chetda qolmaydi. Hattoki ko'zi ojiz bo'lgan talabalar ham bemalol foydalana olishar ekan. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan, eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan ekan. Bundan tashqari bu yerda kitoblarni registrator ofisiga borgan vaqtimizda har bitta kitoblarni topishimiz muammo bo'lmas ekan. Har bitta kitoblar bo'lim qilib harflari va qaysi davlatda nashriyot etilganligiga qarab qo'yilgan ekan. Bu bizga juda ham qulaylik beradi deb desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari kutubxonada yana baribir kutubxonaga kirganimizdan so'ng rasmiy uchrashuvlarimiz yoki Zoom orqali yig'ilishlarimiz bo'lsa, kitobxon talabalarni xalaqit bermasdan, tashqariga chiqmasdan telefonda suhbatlarimizni olib borsak bo'lar ekan. Buning uchun ham alohida sharoit yaratilgan ekan. Bundan tashqari men aynan bu kutubxonaga birinchi marta tashrifimdan juda katta xulosa va tafsilotlar bilan ketyapman. Universitetimiz rahbariyatiga bildirib ko'raman. Bu yerdan olgan taassurotlarim juda ham ajoyib. Kutubxona ma'muriyatiga va universitetimiz bizga shu sharoitni yaratib berganligi uchun universitet rahbariyatiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Germaniya texnologiyasi asosida markaz kutubxonasiga eksklyuziv olib kelingan mana shunday kapsulalarga e'tiboringizni qaratishingiz mumkin. Bu yerda esa bir qancha elektron axborot tizimiga ulangan mana shunday maxsus planshetlar va kapsulaning ichki qismida ko'rishingiz mumkin bo'lgan ovoz kuchaytirgichlari jamlangan. Bu yerda elektron, vizual, audio kitoblarni hamda video roliklarni tomosha qilishingiz mumkin. Biz bugun elektr iqtidorli talaba O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurdik. Markazda asosan biz 3 ta renessans, ya'ni 1-chi, 2-chi, 3-chi renesanslarni tomosha qilib o'rganib chiqdik. Buning foyda tarafi shundaki, biz mana tarix kitoblarida o'qiganimizni bu yoqda kelib haqiqiysini ko'rgan, boshqacha taassurotga ega bo'ldik. Kutubxonaga tashrif buyurdik. Ko'zi ojizlarcha ular uchun alohida kitoblar va alohida elektron kartalar tarqatilar ekan. Bu kutubxona Markaziy Osiyoda yagona kutubxonalardan biri hisoblanadi. Eng so'nggi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. Bu yerda xodimlar uchun ham barcha sharoitlar yaratilgan, chunki raqamli texnologiya davrida hozirgi kunda ular yangi olingan yoki xatya qilingan kitoblarni elektron shakllarni ro'yxatib dasturda joylashtirib boradilar. Bu kitobxonlar uchun ham foydali, chunki qaysi kitob qaysi bo'limda turganligini o'sha raqamli texnologiyalar orqali topib oladilar. Xodimlarni ishtiroksiz bo'lganligi sababli ular yana o'zlarining ishlarini samarali davom ettirib keladilar. O'sha sizda qo'ng'iroq kelsa yo boshqa bo'lgan paytda alohida kapsulalar bor ekan. Har bir yo'nalishda, har bir joyda o'rnatilgan bu kapsulalardan chiqib, bemalol o'sha foydalanuvchilarga xalaqit bermagan holda borib, o'sha telefon apparatlaridan o'sha foydalangan holda o'zingiz gaplashib, yana qaytib kelib o'z joyingizga o'sha mutolaasingizni davom ettirishingiz mumkin ekan. Juda ham bu kutubxonani ko'rgandan xursandman. Bunaqa kutubxonalar O'zbekistonda juda ham ko'p bo'lishini xohlayman. Bu albatta kitobxon uchun ham, foydalanuvchi uchun ham, o'sha kutubxonachilar uchun ham juda ham yaxshi bir sharoit deb bilaman. Bu albatta prezidentimizni kitobxonlikka qaratilayotgan, o'sha kutubxonalarga qaratilayotgan e'tiborlardan biri deb bilaman. Chunki bu albatta kitob o'qigan yurtdan, kitob o'qigan farzandlardan hech qachon yomonlik chiqmaydi.